Hammaga assalomu alaykum. Bizning YouTube'da yo'qtirganlar, bugun biz Cherry Urganch rasmiy dealerlarimiz, aynan mana shu rasmiy dealerlardan ajoyib bir maxsus foydalar bor. Shularni sizlarga qisqacha ko'rsatishni boshlaymiz. Demak, Tigo 2 Pro'dan boshlaymiz. Bu narxincha zo'n maxsus foydasini chiq. 214 milyon 900 ming so'm maxsus foydada 175 milliondan xarid etgansalar bo'ladi. Naqd avtokreditda 175 million. Yana endi mashina obzorini qisqacha ko'rsatib ketamiz. Nav komfortlari bor. Komfortlari eng asosiysi sidinalari qizadi. 50 yillar bo'yi bakoylarni qizadi, rullari. Kojinli salon hech qanday navorot shart emas. Hamma uchun kerakli lyuki bor. Bu tarafda monitori bor. Zo'r ish qilib, avtomat korobka. Haydovchilar uchun kerakli bo'lgan komfortlari hamma o'zi bor. Bu mashinani men tavsiya etaman. Endi mashina olib, mashina toza haydashni o'rganib boshlashaklar bor-ku. Kichkina mashina, gabaritli, o'rganish uchun zo'r. Diskalari 17lik, yangi buni? 17lik. 400 ton ustadi. Buyini orqa tarafi ishor birlikni olib yanadi geyishda. Atmosferasi yana dejan tarafidan ham orqasida zadni kamera и faktroniklar ham bor. Masofa saqlab turadi. Udum zo'r. Ana bu narsalarni aytganim udum zo'r. Haydovchilar, ayniqsa ayollari deb bersangiz, o'rganib zo'r. Bu endi Cherry 7 Tigo Pro restyling versiyasi. Buni nima narsalar bor? Xarid qilishına keladigan bo'lsak, bundan maxsus foydasi bor. Buni agar naqd avtokredit olsalar, 25 million maxsus foyda xarid etsalar bo'ladi. Agar buni rastochga chiqarsalar, hozir 60% bilan 5 yilga chiqarib beramiz buni. 0%dan. 60%ni eldan to'laydi. Eldan to'laydi, qolganini 5 yilga 0%dan oladi. O'zi mashincha so'm. O'zini bahasi 344 milyon 900 ming so'm. Bu bir xil pozitsiya bo'ladimi yoki 2 xil pozitsiyasi bor. Necha so'mdan boshlanadi eng birinchi? 300 milyondan 345 milyon, 365 milyon 3 xil pozitsiyasi bor. Bu nechanchi pozitsiya? Bu ikkinchi pozitsiyasi. Bu o'rtalik shunda. O'rtalik pozitsiyasi. Yana endi bana operator mashina salonini ko'ramiz. Buning komforti zo'r. Voy. Arka elde sidinalar fonli qizadi. Akustikalari Sony. Monitorlar bor, usti panoramli tam bo'ladi. 360 gradus kameralar ham bor. Xullas, mashinani ko'rib tursa, salonni minimalizm darajada ishlangan, bu ko'rsa qaranglar, shakana qaranglar. Ustamli bo'ladi. Dum zo'r. Bir restyling versiyasi, ko'p odam hali 1 million bir restyling chiqqanda farqini salonni bilmaydi. Avvalgisi bilan farqi monitor birlashgach, salonni avvalgi 8gina o'xshaydigan adashmasam. 8gina o'xshaydi. Zo'r, pulni yarasha mashina. Biz oldik bundan 7 Pro Max'ni oldik. Buni akam hazat ketaribdi. Zo'r mashina. Arkalar ham o'zi meni bilgan bo'lsangiz balki emas, atmaydi. Nizisinli bo'ladi podishkalar. Arka tarafi. Akustikasi ham zo'r. Aytganlaringiz Sony bo'ladi. Chiqarishi, qo'shishni eshitishingiz, yana ritmdan qisqartib eshitasiz. Zo'r. Davay, keyingi mashinaga o'tamiz. Buni arka tarafdan bir ko'ramiz. Arkalar ham yana hozirgi dizayn, zamonaviy dizaynda chiqqan bo'ladi. Buni 360 kamera aytganimdek. Ko'rsatadigan berini. Bag'asi elektronli bo'ladi bularda aynan. Eng qiziq tomoni, bunga propan qo'ysangiz bo'ladi. Propan, hozir bilasizlar, benzindan ham yaxshi yuradi. Ish zapas kanaldan 0 tushadi deyman. Shunda qo'ysa bo'ladi. Zapas yetmay, zapas kanaldan 0. Umuman propan bor yo'qligi bilinmaydi buni qo'ysalar. Bagajda ham cho'tki turadi, ortiqcha hech narsa ham bo'lmaydi. Xullas, o'shalardan kempingdan qo'ysangiz bo'ladi, cho'tki bo'lib yuraverasizlar. Davay, keyingi mashina. Bu mashinamiz hozir seminli, oilam uchun olomon deganlar uchun eng zo'r variant. Ne uchun 7 odamlik bo'lgan. 7 mestal. 7 mestal. 8 Pro mana bu? 8 Pro, ikkinchi pozitsiya. Buning 3 xil pozitsiyasi bor. Birinchi pozitsiyasi luxury 399 milyon 900 ming so'm, ikkinchi pozitsiyasi 417 900. Uchinchi pozitsiyasi max bo'ladi. 4 ballon tortadi uni 480 milyon 900 ming so'm. Birinchi so'mlik. Basa 417 900 lik bu. Eng fullmi shundan bor? Eng full. Eng full emas. Bundan keyin yana bir son bor. Bu yangi ikkinchi pozitsiyasi. O'rtalik pozitsiyasi. Xo'p, bu yana 7 metrlardagilar, salondan ko'ramiz. Cherry user bayon tarafidan chiqarib turgan modelni minimalizm darajada turib qo'yatir. Ina ko'rib tursalar, bayon tarafda akkuratli bo'lib, kerakli narsa joylashgan monitor bilan tablo bayon taraf birlashtirilgan. Bayon tarafda eng qizig'i HIDAP displey ham bor. Galosoylar ham ishlaydi buni. Speedometra qaramon desangiz HIDAP bo'ladi bayon tarafda. Qaysi kerak bo'lsa, shunga qarab foydalanaverasiz. Eng qizig'i 7 mestadan mashinalarning ko'pisini panoramasi ochilmaydi. Bu ona shtork nima bo'ladi? Perdani o'zi borib keladi, endi ochilmaydi-da. Aynasi ochilmaydi. Bunda ham yo'q. Panoramani o'zi bo'ladi, lyuk bo'lmaydi-da ular. Bunda ham aytganlarining lyuk ham bor. Ular zo'r. Orqasida Sony'ning original usilitilnacha, samfurnacha bor. Mana bu orqa tarafina. Fonli orqa sidinlar qizib, oldingi sidinlar sovutadi. Zo'r, komfortli, lekin qani shu mashinani olib turib, oilangiz bilan bir yillarga ketsangiz xarid qilish tartibini chiqib qoladimi? Xarid qilish rastochka kredit imtiyozi kredit. Rastochka ham hozir zo'r bo'lib turibdi. Shu zo'r. Shu 60% to'lov bilan 5 yil. Oldindan
30% bilan ham chiqarib beramiz. Rassrochka. Men o'zimdan mashina bayna, barter ishlasak ham. Barter ishlasak bo'ladi. Ulan bitta o'radim. O'zimizda trading xizmati bor. Zo'r. Keyingisi 6 Pro. 6 Pro hozir sedan ko'pincha yoshlar buni heritage turibdi. Yoshlar ko'p zo'r bo'lib turibdi. 3 xil pozitsiyasi bor. Agar metan qo'yib aytayman desa, birinchi pozitsiyasi zo'r bo'lar. Metan, propan zo'r tushadi. Bu birinchisi atmosfernik bo'ladimi? Atmosfernik motor bo'ladi. Keyingisi turbina bo'ladi. Qani 2 pozitsiyasi turbina bo'ladi. O'zi 3 xil pozitsiyasi bor. 240 million, 254 million 900 ming so'm. Keyin eng fulli, bu shu eng fulli 279 million 900 ming so'm. Bularning ham maxsus foydasi bor. 25 million maxsus foyda bor bulardan. Shu ko'rib turiblar. Komfortini qisqacha aytsak. Komforti bunda samo tormojeniya so'raymi, ustunda 360 kamera, hamma narsasi bor. Sidenalar полностью qizadi. 2 xil rejimda yuradi, Eco Sport rejimida yuradi. 500 зарядки, 5 kuch dasturlarni bor. Climate control so'raymi, cruise control so'raymi, hammasi bor bunda. Chiqarib sho'palar uchun kerakli hamma narsasi bor. Mashinani olib haydab bersangiz bo'ldi. Mana orqa tarafini ham ko'rsalar. Endi biz sizlar ham uni videodan chala ko'rsatib bilamiz, ochib bilamiz mashinani sal qiyroq va o'zingiz kelib turib ishlab shu ko'rsasini ishni tutib ko'rsangiz, shundan o'zi bilasiz, tam mashina chiqlikini. Hozir videoda biz ko'rsatganimizdan o'zingiz kelib iloji borsa ko'ringiz yaxshiroq. Bagajini ham katta bagaj. 482 litr bagaj. Shu agar atmosfernisini olsa, shuni oriyamna metan qo'ysadan bu yerda katta bagaj qoladi. Hozir shundan bu yerdan metan qo'ysam, bu tarafda yana o'zi katta qoladi. Cobalt bagaj pusto turganini yapmayapman. Zo'r deb qo'shib emas. Keyingi mashina? Keyingimiz hozir eng ekonomik bo'lgan 7 odamlik mashinamiz. Семейный mashina. Tigol 8 ni hozir ko'rib o'tganimiz gibridi bor. Ha, gibrid variant. Gibrid benzinda yuradi. Ham to'qda ham benzinda yuradi. 502 litr расход etadi gibrid rejimda. Agar kur to'qda yuraman dedi oluvchi, to'qdadan yuradi. 100 kilometrdan to'qda yuradi. Общий запас hod bilan Toshkentga ketib boradi. Bak qancha litr benzin bor? Bak 51 litr benzin oladi. Eng qiziqi mana qaranglar, Abu Sofiyasini qaranglar, nikellari bilan geyishda yomon yon birondan 50dan 30dan mashina keladi. Bu yoqda shu yoqda nikellari yaldirab bu boshqacha vibe-ni beradi mashina bu. Salonni ko'ralım uni. Saloni hozirgi eng zamonaviy dizaynlardan zo'r. Zo'r chiqsam, o'zi gibridlarni o'zgartiribdi mana. Obishni o'shadan geçishayni. Salonni ko'ramiz. Salonda head-up deymi, qizish, sovush deymi, massaj deymi, hamma narsasi bor. Massaj ham bormi? Massaj ham bor. Passajir yanında bir tarafında masajlar ham bor. Salon az shu bu narsa podsветка 87 xil bo'ladi. Har xil. Keyin eng qiziq narsani aytaymi, men ko'p gibrid mashinalar qiziqamanmi? Ularning tezligi, ish speedometriga qarayapman. Bu 260 lar qo'yibdi. Ha. 260 tez berib turibdi. 100 ham hadam chiqadigan mashinalarmi 260. Razvon tez. Razvoni tez. Zo'r. Yana bir narsani aytish kerak, o'sha bu taraf gibrid mashina o'tgandan keyin Chery arka mashinalaridan bor, to'liq benzinlar ham shunday, lekin gibridlarida, imberida, pastinda qo'ygan joylarimiz yana ham ko'paygan, yana ham bitta. Argalari qarab. Mesta ko'payadi. Lekin bularnikida o'zi segmenti ichali yuqoriga ketsa, komfort ham shunga qarab yashab boradi. Ya'ni buni deganim, pulingiz yetgandan mashina oling, komfortini shuhratingdan, xudo xolasa deb yana bir yaxshi niyat eting, keyingi pozitsiyani olmon desangiz, bundan Allohdan chala ko'p so'rasangiz beradi, xudo xolasa. Bundan ham yaxshisini olasizda. Ya'ni mana komfort kamroq, mana amin duraman demang. Pulingiz qaysiga yetsa, shuni olinglar, shuni eding. Keyin ustini doldurasizdan, sho'ra kelsangiz barteri bor. Yana pozitsiyasini balandroq ko'tarib olaverasiz. Topinda orqa tarafini ko'ramiz, mana. Arkasi ham keng mana. Arkasi ham keng. Bemalol o'tirib, 3 odam sig'adi. Arkasida 3-qatorni ham bor, ko'rsangiz. 7 mestali mashinalar ko'psi sal darroq deyman bu. Dar emas o'rta qator. Ko'p odam aytadi-ku, 7 mestali mashinalar, 6 mestali mashinalar, 7 mestali mashinalar dar bo'ladi deydilar. Lekin meni dar emas, yana yumruq sig'ib turibdi bu yerda. Keyin yana balandligini qaranglar. Bundan baland. Lazzat o'tib ketasiz, zo'r mashina. Patologlaraminan Alcantara qaraytirilgan. Hozir ko'pchilik mashina heritage turib qaraytirib yuribdilar shu. Lishlar suqib qoladi. Bu da yana asfalt yo'q. Tanyovkani eldan tanyov yurib borasiz, shu bilan o'zi olasiz deysiz. Yurib borasiz. Arkasi. Bundan aytgan 360 bor. Hammasida kamerasi bor mashinalar. Bagaj neden açalım bunu? Şöyle bunu açacağız. 7. mestasini ağa. 7. adam. 7. mestasini atırsanız uzun bagajdan yine yeni mutlu orada. Zaratçıklar neçe özünde çıkadı yine. Hemen esas özünde. En esasız kızıklı yeri bundağa start stop, ruşnoy, zapaska bulmaydı bunlarda. Bunlar gelip oturdunuz mu, tormunuzu bastınız. Ehtiyat kısmında remeni taktınız mı, özü ruşnoy düşürədi. Start stop bulmuyor mu? Start stop bulmuyor.
Minəsindən tormozunu basasınız, ya olmasa kilit bilan gəldinizmi, ucu zavod olub sizə tayyorlab turadi. Даже kondisionergacha qo'shib turadi. Atmosfera tayyorlab turadi. O'chirjakda doğru tushib ketaverasiz. Doğru tushib ketasiz, kilit yaningizda bo'ladi, kilitdan uzoqlashasiz, mashinadan uzoqlashasiz, o'chadi mashinangiz. Ilsangiz bo'ldi. Zo'r. Bunda yana Sunfer necha bor? Sony Oh. originalini Sunfer usultin necha bor? Xullas komforti zo'r. Komforti zo'r. Zo'r mashina. Pulni tizimda jamil marta sotib beradi. 430 milyonluq bor, 450 milyonluq bor. Bulardan şu tərtib, hər bundan rassochiyasi bor. Rassochiyati basalar bo'ladi. Zo'r. Keyingisi Eğer gibriti, crossover'da gibriti kerak olsa Arizo 8. Bu ağa business class mashin bu. Premium emas, business class. Bundan ham baland turadi uni bu. sedanni biznes klassimi shunda bor. Sedanni business klassına, sınıfına giradi uni bu. Oldindan borib operatorimizni ko'rsatib bersan, oldindan boshqalar mashinani. Nechun bola biznes klassda turibdi, nechun t-shirt turibdi deyishini bilish uchun oldindan bir mashina qisatsalar, keyin bu yerdan operatorimizga kelsa, yana salonni o'tamiz endi. Biznes klass deyishini sababini men o'zi mashinani eshigini ochgandan bildim. Görsün. Eshikni ochdim, eshikni ochganda uchiga qaranglar bu ishi. Uzu başka atmosfera mashinanın içine Umuman başqa otursanız. narsa. Umuman şum yok maşının içinde. Bamur 1400 tormoz basqanda kilometre yana adam degan yürüdük. sразу. Bamur tormoz basqanda yana degan, istar suv yo'q. Tormozu basasız, şunu kemerda kaç keyin vites. benzinda to'xtaydiganlar uchun ham menimda yana knopkalar bor ekan, ev. Azratib aydiyor. Siz qo'shib o'tirib aytaverasiz ekan. Bu yon tarafda katta bori, Xolodilnik ham bor içinde. stakanchiklari, keyin pastida meda joyi bor, yana biraz kranga operatimiz gösterib bilan yo'q bilmam, pastida ham joyi bor. Xullas bu mashin biznes klassda bor ekan. Mana ağa даже az yutilen özünde geladi bular. Necha bo'ladi o'zi? Az yutil koyadigan yeri bo'ladi bularda. O'zi şu monitorunda mesela kondisioner düzgün olmasa özünü hidini ham düz koysanız bo'ladi. Ha, zavod qo'yasiz Zavod. Hidineler kızıp soğuydu. Kojenli salon. 4 litre rasxod etadi bu. 4 litr. 4 litre. Şehir içine. Qarangada bu mashinangiz ham minut, to'g'rimi yo yandimmi? Yan turttu. Remenizdaki? Yo'q, rulni uchun qasib turibdi. Remeni taksanız o'zi tayyorlanadi. Remeni taqib, tormozni bosasiz, keyin qo'shiladi ekan bu. Yo'q. Tushuninglar, to'g'ri bilib turib tormoz bossangiz, yana zamokni ochgandan bo'ladi. Tamam. Remeni Zamok taqqaningizdan ochgandan keyin tormoz bosgandan keyin уже mashina yangandan bo'ladi ekan. Bu chuqur rejimda yuradi. Bunda Ne? o'zgartirsa bo'ladi. Eco, sport, standart rejimda yursa bo'ladi. Tablolar bilan bir rangi o'zgaradi ekan. Şu mashinalarimizni, ağa, mashinalarimizni bir qissa etib haydab ko'rish uchun bemalol kelsalar bo'ladi. Bizda test drive bor. Hamma mashinamiz bor. Endi savol bo'lishi mumkin, odamlar pulli bo'ladimi, mut bo'ladimi? Mut oladi. Keladilar, pravo bilan keladi. Shu yerda registratsiyada o'tadi. Men shu mashina haydab ko'rjakman, bu qissa ko'rjakman desa, bemalol. Besplatni yo'q. Besplatniy. Platniy emas. Arkasini kengligini ko'ring. Orqasini chiqmaga. Arkasından oturup görün. Özünüzü elini doğruladı sıkı. Bunu Ha. kenglikini görün ama. Endi qarang, mana bir narsani tushuntirib qo'ying, na. Tamam. Azı adamlar gördü, eldini men o'zimga yenglab qo'ydim, ishonib yotib man hozir suyanib. Orqasini tushib, men endi yotibmanmi yana bu yerda, hozir yotibmanmi yana. O'tirganim yo'q, deb o'tirganim yo'q, tamam deb o'tirsam yana. Bunchalik keng bo'lib turibdi bu. Keng ama mesafesi uzun içi. Gabarit katta Vay. uzunluğu. Biznes klass degan mashinalarni yana bir narsasi bo'ladi. Ko'p mashina aytadilar, bu biznes klass deb. Eldan o'zingizga do'g'irlaysiz, keyin orqaga minasiz, oshunda bilinadi, chiqib boshladi. Ne shunday desa, biznes klass deganda tadbirkorlar, zalliroq odamlar, ishga minadigan mashina, shopper bilan yuradigan odamlar biznes klass mashina deb aytadi. Shuning uchun ham shunday mashina bu. Orqada o'tirgan odam yoshli bo'ladi va albatta unga kenglik bo'lishi, komfort bo'lishi kerak. Shuning uchun ham bu yerda ko'rib tursiz, shuncha kenglik bor. Orqada o'tirgan vaqtda подсветкаga yana qaranglar, o'sha bu yon tarafda tasavvuratning yangizda shopper boryapti, yo bo'lmasam siz o'zingiz deb batirsiz, otangiz shoppersiz, akangiz apangiz orqada o'tiribdi. U endi tasavvurlab berish qiyin. Xullas zo'r. Mana bu yerda podstakanchiklari bor. Endi kemani chek. Her xil modelni yurishga yotimiz, sedan yaksana sedan. Honda 6 Pro sedan. Zo'r. Əsaslısı ağa üydədəm zərətə qoysa bo'ladi. 2 pas, 3 pas toklar biz tezləri. Ha, bir de yanki oddiy razvedkalar ham qo'yarsa bo'laveradi. Şu nə düşürüb qoyarlar? Məsələn, zemliyə düşürüb qoyarlar, bemalol bo'laveradi. Zo'r gap qo'shimcha emas. Bagajı Arkalarını görün. yedi zo'r bor. Qoşur oyduradi. Bagaj. Bagajdan katta ekan. Bagaj ham katta. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Bunam zərətçikləri onun özündə çıxar. Zo'r.
Bunun narxı niyə bunlar təsəddüf edir? Narxı 344 milyon 900 min so'm birinchi pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiyasi 364 milyon 900 min so'm. 64 milyon. Ha. Budan rassrochka kredit imtiyozli kredit to'lov turlari chiqadi. Agar chorniydan olmay hech qanday iloji bo'lmaydi desa, buni variant etib beramiz. Lizingga chiqarib beramiz. Buna variantı var çıkıyor. Şimdi qaranglar, videonun en kızıklı zayına geldik. Bu maşin eli taza çıktı. Çok adam mənimcə xarajında bilmə bölmədən beri biz ara qaranğı, lekin bu maşının indi azısılara obzorunu etib verməsək bo'lmaydi. Bunu səl köprək doktorlarımız nəsindəsə bu modelini aytqanda eli xarajında ancha yo'q. Xorazmda yo'q aloqa. Yo'q, xarajında yo'q. Eğer xarajında bir dana bo'lib yurman desangiz, içine Tiggo 9 gibrit nazarınız bir dana işe maşin bo'lib yurishdi. Buni necha qilsa yetib bo'ladi? Buni svetidan problemasi yo'q. Oq, qora kelaveradi. Hammasidan bor. Tayyorlab beramiz. Qora desa qarasidan, oq desa oqindan. Agar bizilisidan to'p ber desa, bizilisidan. Bu gibriti bizilisi ham bor. 9 mu benzinli uzan mı? Benzinli uzan bor, gibrit ham bor. Komfortlarına farkı var mı? Komfort farkı yo'q. Faqat shu gibrit ya nesinde, bizilisinde. Toluk benzin, toluk gibrit narsa bo'ladi. Budan mesela hem benzin hem tokda yürüydü. 1200 kilometreden yürüydü. Общий запас ход bilan. Diske Maybach. Diskesi 20'lik diske bular. Bu özgəcə dizayn dım zor. Demirden mi var hemen? Plasmasımız. Demir. Demir inanmaz. Bu nalda yani 3 milyon plasmas. Çok maşınların gibritlerin ki plasmas boladı. Ha. Bu yine demir çisti. Neçəlikdə deyiz bunu? 20'lik. 20'lik mi? Ha. Dur. Hindistan salonundan başlayalım. Bu yine salonun eşiğini açkanda başlanışı görseniz bizlere. İyi. Ben bir yere geldiğimde birinci şu maşına benim özüm gördüm de videonu istendim. Bu ne oldu hep soradım. Ne oldu desem kondisyonerniki dedi. O müşebbere de bu desem birden şamal geledi, eşike ötedi, beklengen vaxtında keyin bu depoda uğradı. Aynen üçün. Bu nəyirsə mən doğrusu hələ heyran qaldım lan. Neçə belə ötüb beri ötürüşünü kəllə işlətçələ başqa da demək gəlsə boladı ki, netdir bu tür bir yer. Lakin akurat net kötü yerlərdə orada. Həm işinə çıxan vaxtınızdan şamalın belə oturdudan bəri salona isti girişinə qarşılıq etədim mənim vaxtlarda. Şunun üçün şunu niyyətləyəm. İyi, bir yan tərəfdə Face ID-sən var ekan. Ama uxlaq qalsa əgər öz vibrasiya verib turğuz funksiyaları var onda. Doğru. İyi, bir yan tərəfdə xidap var, bir yan tərəfdə yenə tablo. Tabloma kiçik desəniz, yəni bu yan tərəfdə xidap var. İkisindən var. Qaysı gərək olsa şu var. İyi, Video registratoriyatidan faydalanıb başlalar boladı. Flashya qoyalım, video registratoriyatidan faydalansalar bolar. Hə, üzündə var video. Üzündə var. İyi gördük, raketdə monitoru boladı. Bir yan tərəfdə rejimlə almashtıran knopkası, kondisyoner, ev, bu yankı ya benzin ya tokda. Bir yan tərəfdə kondisyoner, piçki, laboya, isti soğuklu bərişləri. Xullas, maşin zor. En qızıq zamanı laboyunda bulanı spiral boladı. Yəni qışda qar olsa erib, yəni yox etib bərədi. Donk kamıydı. Maşınınızı imlətdirib yürüydülər ki, karlan tazığa bir içət bildirlər. Maşın həmən asıdan, iş knopkanı basas, sırası spiral işçidən erib taşıdı karını. Salonu genlik yine, normal oturuşuna değil miydi? Boy, yani boyun 1.80'den ziyadrak. Bir yan tarafta yine svetleri neleri, kontrolları iyi, en kızıkı bulanı skors uğradığınız bir yan taraf gitara ötken yine. Air and drive iyi neyse park ofitesi. Xullas şunun getle audio sistemasam Sony yani. Arka tarafında ne yapsız ağa? Arka tarafı hem görün yine. Arka orta hatarı, budam 7 adamlı, orta hatarı daha elektronlu bunu yine. Ha, elektronik var. Elektronlu. Bu yukarı, pesen, elektronlu boladı. Yine bu daha aynalarını görsün, tonirovka etib turib, köngü dolmuyor gelirler üçün pərdəsəm özündə gəladi bunu. Yok, siz karangada hazır inan bunlar hem elektronik var ki ne marka? Bark gələr. Ha şundan o arkadaki katarını ponu yatırıp koyup yeni dakansı sursa bulamam. Boladı sürsə. Elektronlu boladı. Boşunda bu orta katar bana darla Yox, kadar deseniz ben açə gəlməydi, mən onu qoyacaq. İş kılıp işi duran zayında sürlemek baraka. Sürülədi. Ha bu da yani imbir mesela ama darla kadar desem ona sürüp bile dekem ki. Bilən. Cin getirip bile dekem. Cin getirip İyi bile. orta katarını şu bana karan ne dinle var. Elektronlu. Zor. Cep olsun için mesela ki. Uyal toptulan mesela. İyi arkada oturalım olan oydana avtomatik özenli iç soğuklarını koşup bile de geldi. İyi ki yine bir nerse
Ortada onda bir adli nesi var? Deflektörü. Bana arkadaşım al verişi. Keyin yanında chetde biri boyna. Ortada chetde. İki chetinde ortadan bu. Yani yazda ısıda kondisyoner soğuk havanı yetib beradi. Qishda soğuk havada ise issiq havanı arkada oturanlarına yetirib beradi. İki taraflama. Zo'r. Materiallar ham zo'r. Hammasiniki atsukunli bo'ladi, tushirib zanglamaydi. İlk kraskasini bir e'tibor bersangizda, buni kraskasi jemsuk bo'ladi. Oq jemsuk pudrasi dum kuchli berilgan bo'ladi. Bu yine arka taraftan görünüşü. Aparatımız gösterse. Bir yan taraf benzinli mi şunlar? Ha. Bir yan tarafı benzinliki, bir yaniki tokchi. Lakin gabarit dumanlagan mı? Gabariti katta. Pulu sezonda deysizmi? İki xil pozitsiyasi bor. Shu vajda benzinlisi bo'ladigan bo'lsa 539 million 900 ming so'm. Agar gibridi kerak bo'lsa 589 million 900 ming so'm. Buni maxsus foyda bilan наличие avtokrediti oladigan bo'lsa 40 million. 40 milyon foydası 40 var. million foydasi bor. Zo'r. Xullas pastda Cherry Urganch rasmiy deyilgan telefon raqamlari chiqib turibdi. Bog'laninglar, biz sizlarga tushirdik. Hamma mashina qisqa aytib o'tdik. To'liq ma'lumotni pastdagi raqamlarga telefon ursangiz, kreditimi, рассрочкасimi, maxsus foydasimi yoki masalan test drive'ga kelib bepul haydab ko'rjakmisiz. Xullas, nav savolingiz bo'lsa, ish pastdagi raqamlarga telefon ursangiz, shuni xodimlari siz bilan bog'lanadi, savolingizga javob beradi va xarid qilish tartiblaridan sizga to'liq 100% noldan hamma narsasini tushuntirib beradi. Yana eng qiziq tomoni, bu yerdagilar siz yangidan mashina sotishni o'ylamaydi, sizni kisangizga qarab harakat etishga yordam beradi. Masalan, men eldimdan masalan to'lab 60 million so'm pulim bor, lekin men bu 9 gibridni olacakman desangiz, bular sizga darrov 9 taqlab bermaydi. Og'a, siz bu 7 ni olib turing. 7 ham zo'r mashina, olib turib kamroq chiqadi deb. Xullas, sizga yon bosgan holda sizni o'ylab, sizga mashina berishga harakat qiladilar. Shuning uchun bemalol qo'rqmang, telefon yoki bo'lmasam keling, haydab ko'rish mumkin. Yakkandan keyin xalqlar o'zingiz mashinangiz bo'lsa, barterda ishlang. Xalqlar 300 so'm pulingiz bo'lsa, qaysi model pulingiz yetadigan bo'lsa, shu modelni olib turib haydab yursangiz bo'ladi. Bemalol. Xullas, hammangizni Cherry Urganch rasmiy dilerinde kutib qolamiz. Faqat katta rahmat. Sog' omon bo'ling. Xo'sh.